Assalomu alaykum aziz ayollar, opa-singillarim. Bugun sizlar bilan eng ko'p so'raladigan savol bachadon miyomasi haqida gaplashamiz. Bachadon miyomasida homiladorlik mumkinmi? Bachadon miyomasida qon ketsa nima qilish kerak? O'zi u butunlay tuzaladimi? Uni qachon olib tashlash kerak? Mana shunaqangi savollaringizga demak bugungi videodan javob topasiz. Men akusher-ginekolog shifokor Feruza Ne'matjanova 11 yillik tajribaga egaman va minglab ayollarimizga offlayn, onlayn konsultatsiyalar bilan mana shunaqangi YouTube videolar, Instagram kontentlar bilan yordam berishga harakat qilib kelyapmiz. O'ylaymizki, bu videomiz ham sizlar uchun foydali bo'ladi. Birinchi o'rinda miyomada biz bachadonnidagi miyoma qayerda joylashganligiga ahamiyat beramiz. Agar siz homiladorlikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz. Agar demak bachadon miyomasi 3 xil joylashgan bo'ladi. Olib qaraganimizda birinchisi subseroz miyoma, ya'ni bu subseroz miyomamiz mana shunaqangi bachadonning seroz qavatining ostida joylashadi va bu bachadon ichki qismlarini deformatsiya qilmaydi, ya'ni qiyshayib qolishiga olib kelmaydi. Keyingisi intramural miyomalarimiz bor. Ular bachadonning muskul qavatini ichida bo'ladi. Agar ular mayda tugilli bo'lsa, bemalol homiladorlikni rejalashtira olasiz. Ular ham bachadon ichki qismini torayib qolishiga, qiyshayib qolishiga olib kelmaydi. Keyingisi submukoz miyomalarimiz bor. Bular demak shilliq qavat ostida joylashgan bo'ladi va ular bachadon ichki qismini torayishiga, deformatsiyasiga, ko'pincha qon ketishlarga mana shu submukoz miyomalarimiz sababchi bo'ladi. Va agarda bizda aytganimizdek subseroz bo'lsa, ya'ni tashqariga qarab o'sayotgan miyoma bo'lsa yoki kichik razmerdagi demak mana shu intramural miyomalarimiz bo'lsa, demak bemalol homiladorlikni rejalashtirishingiz mumkin bo'ladi va bu homilaga ta'sir ko'rsatmaydi. Agarda qon ketish bilan ichkarida submukoz, ya'ni shilliq qavat ostida ichkariga qarab o'sayotgan miyoma bo'lsa, demak unda avval miyomani davolash, olib tashlash, shunga o'xshagan hozirgi kunda turli xil muolajalar bor, ya'ni emma muolajalari bor, ya'ni mana shu miyomani boqadigan qon tomirlarini to'sib qo'yish kabi turli xil zamonaviy operatsiyalar bor. Ulardan foydalanishingiz mumkin. Umuman olganda mutaxassis bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Oddiygina UZI tekshiruvi va ginekolog ko'rigidan so'ng sizda homiladorlikni rejalashtirishingiz mumkin yoki oldin lecheniya qilishimiz kerak degan xulosani ola olasiz. Keyingi narsa, miyomani qachon davolaymiz? Agar miyomamiz qayerda joylashgan bo'lsa ham, lekin agar qon ketmayotgan bo'lsa, dinamikada kattalashmayotgan bo'lsa, har 3 oyda, 6 oyda UZI tekshiruvidan o'tganda miyoma bir xil razmerda turgan bo'lsa, bu miyomani nima deydi, gormonlar bilan davolash shart emas. Lekin miyoma bor degani bizda ozgina jigarni detoksikatsiya qilishimiz kerak, gormonal holatimiz bilan ishlash kerak degani aslida. Endi aytaylik, agar miyomamizda qon ketayotgan bo'lsa, miyoma bor, tugunli, deylik yoki qayerdadir joylashgan va unda qon ketyapti, hayz orasida qonli выделениyalar kelyapti yoki bo'lmasam miyomamiz bor va bizda og'riq chaqiryapti yoki uning razmeri har 3 oy, 6 oyda UZIdan o'tganingizda razmeri kattalashib boryapti. Bunaqa holatda albatta gormonal terapiya agarda 4-5 sm dan katta bo'lsa, ba'zida olib tashlashga to'g'ri keladi, ya'ni operatsion muolajalar qilishimizga to'g'ri kelib qoladi. Endi qizlarjonlar, qaranglar. Qon ketish bo'lyapti va kichkina tugunli miyomachalarimiz bor. Unda spiral qo'yish odatda tavsiya qilinmaydi miyomada, lekin sizga aynan Mirena spiral mos keladi. Mirena gormonal spiral, Elaira degan spirallarimiz bor. Bular sizga mos keladi. Nima uchun? Bular progesteron saqlaydi va miyomani vaqtincha o'sishdan, ko'p qon ketishdan sizni saqlab turadi. Va ma'lum vaqtdan keyin, demak, agar biz ham Mirena qo'yib, ham detoksikatsiya qilib, jigar bilan ishlab, plahoy estrogenlarni organizmdan chiqarib yuborishga yordam beradigan bo'lsak, miyoma o'sishdan to'xtab qolishligi mumkin va sizda operatsiyagacha yetib kelmasligi mumkin. Bu juda ham yaxshi davo usuli hisoblanadi. Keyingi narsa, qizlar, miyomada endi paydo bo'ldi, kichkina tuguncha bor deb aytishim mumkin. Hozir ko'rsanglar, UZIda ko'rib qaraganimizda deyarli 80% ayollarda miyomatoz tugun bor ekan, tugunchalaringiz bor ekan deb diagnoz qo'yiladi. Bu narsa qizlar lecheniya qilish kerak degani. Вообще-то nima deydi, gormon berilmaydi albatta. Aytganimdek, qon ketmasa, agar tez o'sib kattalashmayotgan bo'lsa, lekin aynan indol saqlovchi preparatlar bilan yoki bo'lmasam ana shu jigarni aynan birinchi faza detoksi, ikkinchi faza detoksi bilan ishlab turib, biz miyoma o'sishini yoki yangi tugunchalar hosil bo'lishini to'xtatishimiz mumkin bo'ladi. Chunki hozirgi kunda tabiatdan yoki hayotimiz ichiga juda ham ko'p ximikatlar kirib kelganligi va ular bizda ana shu estrogen dominant holatini keltirib chiqarayotganligi sababli hozirgi kunda miyoma kasalligi juda ham ko'p uchrayapti. Aynan shuning uchun ham mana shu estrogen dominирование deymiz, mana shu holatni oldini olish maqsadida yo integrativ shifokor bilan, integrativ ginekolog bilan yoki bo'lmasa mana shunaqangi aynan shu bilan yaxshi ishlay oladigan mutaxassislar
sizlar bilan maslahatlashishingiz kerak bo'ladi. Mioma bu onkologiya degani emas, bu haqiqatdan ham yaxshi sifatli o'simta, lekin bu onkologiya degani emas. Bundan qo'rqishingiz kerak emas, qizlar. Ba'zida bo'ladi, ana shu submukoz mioma bo'lsa, juda ham ko'p qonayotgan bo'lsa, u narsa olib tashlanadi ba'zida va ularni biz ba'zida gistologiyaga topshiramiz va ular aksariyat holatlarda yaxshi sifatli o'simta bo'lib chiqadi. Demak, bundan qo'rqishimiz kerak emas ekan, qizlar. Agar mioma bo'yicha yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, sizni qiynayotgan masalalar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz sizlarga mana shunaqangi video ko'rishda chiroyli javoblarni video qilib chiqaramiz. O'ylaymizki, sizlarga foydali bo'ldi. Podpiska, like tugmachalarini bosib qo'yinglar, yaqinlaringiz bilan ulashib qo'yinglar. Biz siz uchun shu foydali kontentlar olishda davom etamiz.